O'zbek sopol idishlari. Dunyoning eng nufuzli restoranlari nima uchun aynan Rishton brendi uchun navbatda turibdi? Bu shunchaki idish emas. Bu 2000 yillik sifat genetikasi va global bozorning yangi luxury standarti. Rishton. Bu yerda har bir buyum ishqor deb ataladigan noyob texnologik jarayondan o'tadi. Dunyoda o'xshashi yo'q bu usul mahsulotga nafaqat takrorlanmas feruza rangni, balki olmosdek mustahkamlikni ham beradi. Sifatning asosi Rishtonning unikal qizil tuprog'ida. Uning tarkibi shunchalik toza va boyki, u hech qanday qo'shimcha aralashmalarsiz to'g'ridan-to'g'ri san'at asariga aylanadi. Haqiqiy sirlanish jarayoni cho'l o'simliklarining kulidan olinadi. Mana shu ishqor texnologiyasi o'zbek brendlarini jahon bozorida raqobatdosh qiladigan o'sha mashhur Rishton ko'kining asosiy formulasidir. Bugun bu qadimiy tajriba eng so'nggi rusumda robotlashtirilgan pechlar va xalqaro sifat nazorati tizimlari bilan birlashdi. 1000 darajali olov sinovidan o'tgan har bir mahsulot jahon bozoriga chiqishdan avval 10 bosqichli professional tekshiruvdan o'tadi. Natijada Rishton keramikasi bugun dunyoning 40 dan ortiq mamlakatiga eksport qilinmoqda. Biz nafaqat mahsulotni, balki asrlar davomida shakllangan brend ishonchini sotmoqdamiz. O'zbekiston eksport salohiyatini biz bilan kashf etishda davom eting. Sahifamizga obuna bo'ling. Sizningcha qanday qilib oddiy shirinlik butun bir mintaqaning iqtisodiy drayveriga aylanishi mumkin? Keyingi videoda Namangan holvasining global bozordagi shirin strategiyasi haqida so'zlaymiz. O'tkazib yubormang. Made in Uzbekistan. O'zbekiston brendlarining ovozi.